Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Geflex. Do'stlar, bugungi videomizda biz o'sha eng kutilgan videomizni olamiz. Bu videoni boshida ko'rsatgan rasmimda o'sha maxluqlar, o'sha hayvonlar maxluqqa aylanganga o'xshab bizga hujum qiladi. Meni YouTube kanalimda ovoza qilgandim. O'sha boshladi, yana baliqlar rangi o'zgargan. Bu hujum qiladi degan. Tirilgan joyim yo'qmi yana? Do'stlar, o'zi mana baliqlashga solyapti. Bu yerda bo'z mol. Tip olmasin. Bizga endi suv ham xavfda. Qochishlar bor. Xo'mislar. O nima bu? Do'stlar, mana qo'y, mana mol. Do'stlar, ana mol teleport qila oladi. Shunisi yomon, mol teleport qilishi. Yo'q. Voydod. Nima qilaman endi men voydod. Suv yetib borolamanmi? Yetib bordim. Va. Tirikman. Voy, qaysi mol? Qaysi jinni otyapti? Onayni. Buni qila olmasdi bular. Mol ekan bu. Aytgacha do'stlar, bularning hammasini joni 10 mingta. Salom baliqlar. Hech kimni ko'zga ko'rinmasdan sekin. Aytgacha do'stlar, bizning maqsadimiz bularda hech bo'lmasa bittasini o'ldirish. Bu nechta qismga bo'linib ketadi. Bu yoqda mol bor ekan, molni yoqtirib o'tish kerak. Kelyapti. Qo'y sehrini ko'rsataymi sizlarga? Mana sizlarga qo'y sehrini ko'rsataman. Ana qo'y o'zi boshlabdi. Molam qo'shilib ketdi. Cho'chqani. Hali sizlar tovuq ko'rmagansizlar. Qishloqlar ham bor edi ichida. Itam bor, bitam bor, hammasi bor. Quyon va sho'runcha chiqqan. Hozir mana shu tog' tomondan borsam nima bo'ladi do'stlar? Tez. Ilojisi eng zo'ri mol ko'rib qolmasin. Mol ko'rmasa bo'ldi. Men bu qochib ketdim. Men uddaladim o'zim. Men zo'rmanda endi men qo'ymi u? Qo'y ekan. Qo'ydan qo'rqmaymiz. Qo'yga javob. Mana qo'y. Mana qo'y senga. Xollagan ko'raman seni. Bo'ldi, kechir. Men yomon so'kmoqchi emas edim. Yaxshilikcha so'kmoqchi edim. O'le. Yaxshi edi, baliq bo'lmasa. Krisi kivoldi baqa. Sinir. Qoch. Yo'q. Qoch. Qoch. Endi qo'ydan qocholmay yuray. O'rmon ichida agar tovuq bor bo'lsa men o'ldim. Eshak bizga alah bermaydi. Endi bir boshlasak kuchayorsak bo'ladi. Men faqat sizlarga ko'rsatish emas bu narsa. Bitta kuchayib yashab qolishamdir. Nechta qismga bo'linadi bilmadim. Mana raqami. Вообще qachish bor-ku. Hayvonlar kuchli-da, molga ojit darib ketsa. Do'stlar, qiziqqanda uxlayman men. Do'stlar, aytgancha men bu narsani hech qanaqa joydan olganim yo'q bu modni. O'zim yasadim. Agar YouTube kanalimda 750 ta obunachiga erishsak, men qanday qilib sizlarga mod yasash o'rgataman.
Shuni o'rgataman qanday qaysi narsadan qilinadi, nima bo'ladi, qanday qilsa bo'ladi hammasini. Aytgancha do'stlar, keyingi videomizga qanaqangi mod yasab video olish, shuni menga aytsalar bo'ldi. Shuni bajaraman agar men shunaqa mod yasolsam. Qutuldimi? Endi qishloqda olish kerak. Qishloqqa bo'ladi. Qishloqda narsa olaman desam jitarib ketadi. Go'limga himoya qilib turgan bo'lar. Bo'la. Endi birinchidan go'limga kerak emas. Go'lim ularga kerak emas. Chunki qishloqlar nima otardi? Menga otadigan qilib so'radim. Bir bola ham qattiq bir bola otardi. Afshi yomon narsa otardi u. Boshlasamikan. Archa zo'r. Xo'sh, archa zo'r bo'lsa. Bu yerda hayvonlar yo'qmish qilib. Yo'q, takoy. Takoy lekin o'rtada daryo bor ekan. Do'stlar, daryo bor ekan. Daryo bizni qiynaydi. Qiynalib ketamiz. Kunlar ko'rmayman dedim. Yo'q. Xo'sh, bo'pti, bab. Ertan qilaveray. Bab bo'ldi. Baliq bor ekan, qatnasa baliq. Men bu mol skin kiyib oldim desam, qandaydir menga yoqyapti. O'zim skinim o'xshab juda chiroyli ekan. Baliqlar buncha tez. Do'stlar, olapar deb tushyapti. Ko'rib qoldi bizni. It o'q kelyapti. O'q tegmadi. Tegibdi do'stlar. Endi qochish kerak. O'lib qolmaymanmish qilib. It bor ekan. Sizlarga qanday jang qilishni ko'rsam, ha. Xavf bo'lmasan, kitobda spam point yozib qo'ysam, xavf bo'lmaysizlar, ha. Odatligim kelmayapti. Bu cheatlar uchun Allohdayam anaqa olaman video. Qana yozayotganim bo'yicha. Yes, bo'ldi. Yozildi. Endi o'z ko'rsam asrarga. Voy dot. Endi reaksiyaga kirishdi. Etmay o'ynayapti. Voy dot. Suv. Qochish kerak do'stlar, qochish kerak. Arqadan itlar. Ularga olmush. Qara. Qo'llanmadi. Itni ham sizlarga ko'rsatdim. Itdan tarqagandi ham. Boqmoqchi edim asli, lekin suyagim yo'q. Qanday omadliman do'stlar, bu yerda hali baliq ham yo'q ekan. Tak. Tovuq. Voy. Dot. Ba'da itlar jang, ba'da tovuqlar jang. Lanati. Super mod qo'shmabman-da. Mayli bo'ldi. Hali bularni ko'rsaman. Hali hammasiga ko'rsaman. Qayerdan emasdim bularni. Agar yana bitta ko'rsam, jinnim chiqib qoladi. Do'stlar, jinni pinnib qolmaydi yana bitta o'lsam. Hozir men qusqoraman, yana bitta o'lib qolay. Chiday olmaydigan darajaga borib qolaman-chi do'stlar, shuni o'ylar. Molaka keldi. Qoch. Siz urganim yo'q. Urganim yo'q-ku. Voy. Hali buni urganim yo'q-ku. Nimaga? Bolalar nimaga shunaqa qilaveradi? Men bitta o'lyapti ekan. Rahmatsa. Itlarida jang bo'lyapti. Men bag'da daraxt chopshyapti.
Men kirganimga qolib ketdim, men kuchayishga ahvol yo'q, boshqa tinchliklar yo'q. Bari hayvon. Do'stlar, bu juda ancha qismga bo'linadi-yu. Birinchi qismda hech qanday uy ham qurolmayapman bitta joyga. Hozir qayergadir normal uy qurib olay. Uy quraman hali. Mayda kim bor? Mol bilan qo'y bor. Yerda baliq ham bor ekan. Salmon bo'lsa o'laman, fish bo'lsa o'lmayman. Fish ekan. Tek mana shu daraxtga ola tushkitma. Oh, молодец. Dema. Oh. Tek. Xola. Yonyapti. Demak, yerda bo'lganman men. O'tdimi bo'lganman ekanda. Oy, mol paydo bo'ldi. Voy, dod. To'qqa balo bormi endi? Chidolmayman do'stlar, men. Bularga oz ko'rsatib qo'yaman bularga. Sirli chitimizni ishga solamiz. Kuch degan chit. Bu chitda jonim ko'paymasa ham zatto bitta zarbada necha mingtadir ham jon olaman. Qo'shdim. Bo'ldi, go. Endi jiddaraman bular. Hammasi gitar qilaman. Shuncha harakat qilib shunaqangi g'irrom o'ynaganim uchun bitta like va podpiska bosib qo'ying, chidolmayman. O'zim o'ynasalarni ham ko'rasizlar. Qanday sigamda hali bitta qimlashga harakat bermayapti. Hamma yo'q. Mol qo'y bir bolalar. Hozir hammasi gitar qilaman-da. Hali qishloqlar ko'rmadilar-ku. Agar ikkinchi qismida haqiqatan ham shunaqa o'ldiraman. Birinchi qismda asam dosh bermadi, shuning uchun. Do'stlar, otvordi. Mana qishloq. Chitimiz fosh berib qoldi-yu. Hozir do'stlar, qandaydir sabablarga ko'ra otvordi. Ko'rsaman. Уже do'stlar kiryapti. Ko'rishni boshladi. Bitta-bittadan qo'rqamiz hozir do'stlar. Sho'rlar, mana shu videoga like bosib qo'ysangiz bitta qo'rqaman. Aytgancha alay gapirim, kommentariyaga qanaqadir challengelar yoki qanaqadir model sattirib o'sha bo'yicha narsa qilayman. Shuni hozir bo'ylab men map yasalmayman, faqat add-on shunga o'xshagan modlar yasalaman. Masalan, ko'rinishni almashtirib qo'yib yoki o'zimiz bitta zarbada qanchadir jon olish. Xo'sh. Itdan boshlaymiz. Endi itni urmayapti. Endi seni galing. Sen qolib ketibsan-ku. Menga bir narsadan o'tmaydi. Men tepadan, kilometrlardan tushsam ham o'lmayman. Qani, yo'yalasam ekan meni. Ur. Bo'pti. Qatyapti-da. Endi bu jitar boshladimi? Qatyapti-da, bo'lmasa itar qilaman. Ma. Qonxo'rman. Borib endi molni topishim kerak. Ashaddiy dushmanimda. Yaramas. Hech zamonda molga ham dushman bo'lmadim deb o'ylamadim. Molga-ya, bile. Kimlarni ko'ryapmiz sohil narigi tomonida? Ashaddiy do'stim-ku, va qalaysan? Do'stingga qarab chaynalaman endi. Bermaydi. Xohlaganing chot. Endi men qudratliman.
Mendan hech kim qochib qutula olmaydi. Hech kim. Hech qachon. Bitta qo'rqitib qo'yman do'stlar. Takrorlasam like, takrorlasam obuna bo'lasizlar. Like bosasizlar ekan. O'rgamchak, xo'p, xush kelibsan mehmonchiligimga. Sen yaxshi gapirsanmi, sen qilayotgan ishingni qara. Bu turishda men Endragonni ham bitta chopaman-ku do'stlar. Xo'sh. Kimlar o'tib ketdi yonimdan? Qalaysan? Salom va xayr. Menga ta'sir qilmaydi. Meni o'ldiradi qilyapti. Endi men hech qachon o'lmayman. Hech qachon o'lmayman. Ko'rishguncha xayr do'stlar, sizlar bilan bugungi videomizda Geflex bo'ldi do'stlar. Xullas, endi men ikkinchi qismda uylar qurib bir bog'laq tashlaymiz. Haqiqatdan o'ldiraman bu qism hozir. Sabashcha charab qoldi. Asab buzilmasa o'ynashga harakat qilaman ikkinchi qismda. Agar shu videomizga hech bo'lmasa 5 ta like bo'lsin ana. 10 tasam bo'lmayapti hech qachon. 5 ta like bo'lsa ikkinchi qism chiqadi. Agar 5 ta ham yig'ilmasa o'zim shartta chiqaraman. Xohlasam ertaga chiqarishim mumkin, xohlasam yo'q. Do'stlar, ko'rishguncha xayr. 750 ta obunachiga erishsam do'stlar, shu modlarni qanday tashlash sizlarga o'rgataman. Ko'rishguncha xayr do'stlar. Sizlar bilan Geflex bo'ldi.